bizani kuzatib borayotgan kuzatuvchilarimiz sizlar uchun mana unpacking qilyapmiz batareykamizni. Bu ZQQ asosida ishlab chiqarilmoqda. Bu batareykamiz ko'rsanglar bo'ladi mana. Hop, ZQQ hamma joyi. Batareykamiz juda ham zo'r, prochniy bo'ladi. Bu batareykani boshqa batareykalardan ajratib turishi, ya'ni bu batareykamizni mana diagnostik deb qo'yilgan. Bu diagnostik degani ko'pchilik hozir bilyapti. GSID firmasida menimcha chiqqan bu batareykalar xuddi o'shanga o'xshagan batareyka, lekin bu ZQQ brendiniki. Buni bilasizlar, sifati xudo xolisa juda ham zo'r bo'ladi. Bu batareykani qo'yganingizdan keyin batareyka ошибкасы degan yozuv chiqib qoladi ko'p batareykalarda. O'shani bu yo'q qiladi. Ya'ni buni qachon qo'yadi? Kimgadir zarur bo'lsa yoki g'ashiga tegayotgan bo'lsa, nastroykaga kirganda o'sha yozuvni o'chirish uchun bu qilinadi. Ya'ni original hisoblanadi. Hech qanaqangi bir nastroykada belgi qoldirmaydigan batareyka bo'ladi bu. Bulardan juda ko'p olib kelib qo'yganmiz mana. Nasib bo'lsa yana keladi, kelishda davom etyapti. Asosiy katta modellarga keladi bu. 12 Prodan, 11 Prodan tepasiga qarab yuradi. Bundan tashqari juda ham ko'pchilik kutayotgan mana Tab 9 batareykalarimiz, bular ham hammasi ZQQ brendi asosida ishlab chiqarilyapti. iPad'larniki mana Mini 5, hop ko'rsanglar bo'ladi. Batareykamiz original bo'ladi, 100%. Bular hammasi 100% cho'tka qilib ishlatilgan. Hop, bu yoqdan ko'rsataman sizlarga. Bular ham mana ko'rayotgan bo'lsanglar, hammasi ZQQ brendi asosi aslida. Ya'ni bularga biz kafolat beramiz. Qo'yganingizdan keyin muammolar ham bo'lmaydi, ishlatgan paytingizda ham mazza qilib ishlatasizlar. Buni qo'ygandan keyin to'g'risini aytganda telefonni batareykasi tugamas holatga keladi desak ham bo'ladi. Undan tashqari yana ko'rsatdim. Undan tashqari mana boshqa modellarga ham kelgan. Juda ham ko'p batareykalarimiz ko'rsanglar bo'ladi. Hamma pashti modellarga, eng xadovoy oxirgi modellarga olib kelib qo'yganmiz. Soni cheklanmagan, bemalol buyurtma qilsanglar bo'ladi. Undan tashqari yo'q, ya'ni topa olmayotgan batareykalar bo'lsa ham uni ham yechimini qilib qo'yganmiz. Tez orada unaqa qilib ham videolar qo'yamiz.